davai kuch, o raslı bir kuch. Şu bel ağrış, ruhsuz tushkun bo'lish, go'yo mazzi bez yolg'iga eriladi ki, şu börek azizlikdan kelib chiqadi. Yana birisi endi uzun sovuq yerda uzun turib ketish, yellik, to'pinchi ochiq tabiatlik yemekliklarni ko'proq iste'mol qilish sababdan bo'ladigan bir xil kasalliklar. Gayet münasebetlerge qiziqmaslik şu börek soğup ketken, börek azlab ketken, şunun xapılıqı. Tasadüfi şu börek azlab ketken, avvalda bo'lib qolsa, davai kuch asasqı börekni yaşatıdı desek buludu. Demek endi börek sağlam bolsa qarindoshlar, meyli ayollarda olsun, meyli erlerde olsun, suydik tutulu bilish börekni işi. Suydik kemeslik börekni işi. Suydik purab kelish doğsaqni işi. Gayladılık suydik içtirip kelish mi, suydik ol yallığının işi. Şu nurgun qarindoshlar, gay bir meselelerni tushunmaydi, meselelerge palani kan tazılıtı ötüptü degan gaplarga bu nima deb qon tazılıtı bilmaydi. Börek kan tazlaşıkları yok. Börek asas kerekten çıketti degan gap avun. Demek adam bedeninde de börek yalğız alıqı münasebet işleydiğen erzadimiz. O teminde kan tazlaydı, zehir tazlaydı. Mesela biz yer qandaq yemeylik kan koytudu. Her minutuğa 1200 millilitr kan börekten ötüdü. Demek Ayşe'den kan koytup ketken süydük, şu zehirlik bazı maddeler, şu süydük yoludan, çoğun teretten, ter tüşkisi arkalı bedenden sırtık çıkıp durdu. Şun qarindoshlar, gayet bir garip doğrularını yeme, börekini ziyan kılıdı. O bu desek, valla işte ziyan kıldım deb gap qilmagan ekan, börek mal ziyan qildi deb gap qilmagan ekan, yevirdi. Azlab ketadi. Şunaqaqa gayla 40 yaş 50 yaş barabar olmaylam işten tushib, to'liq ishdan tushdim degan odamni anglaymiz. Onun qarta hamda o'zimizni kuchlab tursak. So'zni ko'proq gapirish kerak. Odatda so'zni ko'p gapirsa, kurash quvvatni yaxshilaydi, börekni yaxshilaydi, jigar xizmatini yaxshilaydi. Bo'libmi jigarni yaxshilashga so'zning xususiyati bak yaxshi. Odatda hamda vitamin C so'zida mo'lroq, so'zni mayda, vitamin C mayda eriydi. Shun qarindoshlar, polo etimiz mi yoki qovurib yeymiz mi, ashuna yeb bersak, so'zi jigarni yaxshilaydi, börek xizmatini yaxshilaydi. Şu arqılıq körüş quvvetini yaxshilaydi. Şu adamlar ondan başqa mı şu? Abdiyanın xizmeti mi suydik eydeş. Rolva addiyle depesim. Jigar xizmetini yaxshilaydi. Abdiyanın tabiati quruq issiqqa moyil. Shunaqaqa soğuqlik qilib, jigarga soğuqlik qilaversa, ayollar bo'lsa balayotqu börek, ashqazon shularga ekstra qilish mumkin. Shun qarindoshlar, soğuqlik qildim deb hamma ish yo'lda bo'lish kerak. Bek jiq soğuqlik qilsak 4-5 kun qilsak bo'ladi. Endi ishib ketsa, yildirdan qilib qo'yish mumkin. Shun tasaddubi börek xizmati yaxshi bo'lsa, haqiqiy kuch u. Davai kuch haqiqiy bir kuch. Ani iste'mol qilgan odam biladi. Undan boshqa ham shu mazzi bez yalg'i qartami, o'lchamlik ishlab chiqarilgan mahsulotlar bor. Shu gaylarligi 20 ko'y qo'yarkan, 30 ko'y qo'yarkan deb uni yeb men alayım gapini. Şu mavu qarindosh millatli bir gap bor-ku, yipong jacha, yipong xo, bir mo'chan, bir punchan qitilgan narsaning bir punchanlik qimmati bo'ladi deydigan bir gaplar bor. Shu qarindoshlar, shu uning qarta ketadigan xam materialning tannarximi bo'ladi deb ishki. Shu tasaddubi, ajna bir avval bo'lib qolsa, shuning qarta nayat o'lchamlik mahsulotlar bor. Ben Hoca Abdullah, ündedarım 1809 77 66 170. Salamet bolsak keyin qatim görüşeyle. Ondan başka mı şu? Başka jaylardı mı? Bizden vakaletçilerimiz var. Şunu aldım ba. Tasadübi şu qarindoshlar telefon qilsanglar bo'ldi, undara qilib gap qilsanglar bo'ldi. Masalan, Qashqar shahrida 133 79 Qashqar shahrida 69 98 81 27. Yansan ayısta 132 79 73 22 12. Ondan başqa Mak Dolan qabilesinde 131 50 29 51